Kecha Instagram postimizda ma'lum qilganimizdek, ushbu belgilangan hududda qizil lentani ko'rib turibsizlar. Ushbu lentamiz ichida qulaylashtirilgan narxda mahsulotlarimiz bor. Ya'ni undan oldingi aksiyada chiqqan Atelier Defalco brendidan ushbu pol zamokimizda assortiment juda ham ko'p tugab qolgandi. Yana sizlar uchun talablarga binoan yana to'ldirib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bularni ham kelib, hozirda o'zi olib ketish kerak. Bugun o'zi olib ketsanglar juda ham qulay bo'ladi. Chunki hozircha assortimentlarimiz bor. Bunisini ko'ringlar. Mandela brendidan bu. Qaranglar. Hozir shuni ko'rsataman. Shu kungacha 819.900 sotilgan. Hozirda esa M300gacha 219.900 so'mdan olsanglar bo'ladi. Yo'q desa, mana xuddi shuni ko'rishingiz mumkin, korishniy rangidan bor. Undan tashqari assortimentlarimiz juda ham ko'p. Yaqinroq keling. Mana bu yoqda dvoykamiz, Sport Class usulidagi kostyum uchun dvoykamiz. Buning narxi 879.900 bo'lgan. Hozirda esa 299.900 so'mga olsanglar bo'ladi. Bu yoqda esa troykamizdan ham 2 dona qo'ygan. Mana Zegna brendidan bular troyka. Narxi 999.900 so'm bo'lgan. 1 million so'm sotilgan. Hozirda esa 299.900 so'mdan olsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar.